Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Ruxsor telekanalining buyuk taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, bir necha davlat mukofotlarining sovrindori To'xtasin Jalilovning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Ustoz san'atkor To'xtasin Jalilov 1896-yilda Andijon shahrida tavallud topganlar. Ustozimiz o'zlarini ilk yoshlik chog'laridanoq san'atga mehr qo'yganlar va bir necha sozlarda soz chalib, ham xonandalik, ham bastakorlik san'atida barhamand bo'lganlar. Biz bugungi ko'rsatuvimizga ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, Farg'ona davlat universitetining professori Sultonali aka Mannovni taklif etganmiz. Ustoz, xush kelibsiz. Sultonali aka, mana bugungi ko'rsatuvimizni ustozimiz To'xtasin Jalilovning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Shu haqida ustoz gapirib bersangiz. O'zbek musiqa san'atining rivojlanish jarayonlarida juda ko'p ulug' ustozlarning mehnati singanligini kuzatamizda. Shulardan biri, ya'ni shu o'tgan asrning 19-20-asrning musiqa san'atiga o'zini betakror hissasini qo'shgan ulug' san'atkor To'xtasin Jalilovsiz biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki To'xtasin Jalilov shu davrda shunaqa buyuk san'atkor bo'lganki, u kishi turli janrlarda ijod qilganlar. Ayniqsa bastakorlik janri u kishida juda ustun turgan. Hali aytganingizdek, Andijon shahrida oddiy dehqon, oddiy hunarmand oilasida tug'ilgan. Yoshlikdan san'atga mehr qo'ygan. U davrlarda misol choyxonalar madaniyat o'chog'i vazifasini bajarganda, Marg'ilonda ham, Namanganda ham, Qo'qonda ham, Andijonda ham. Shu Andijonda Tolzor degan choyxonada shu san'atkorlar yig'ini bo'lar ekan. Ulug' san'atkorlar, ulug' ya'ni sozandalar, hofizlar vodiy bo'yicha yig'ilish, hatto Toshkentdan kelishar ekan. Shunda katta bir yig'inlar bo'lar ekan. Shunda xizmat qilib yurib, To'xtasin Jalilov, To'xtasin aka, yosh To'xtasin deymiz endi u davrda. Ulardan ilhom olgan holda keyin o'sha yerda ustozlarga ergashib, ustozlarga shogird tushib va o'zini mana shu tambur chalishni, g'itchak chalishni, chang aytishadiki, ustozlar aytishardiki, To'xtasin aka hamma cholg'ularni dutorda ayniqsa yaxshi chalar deydi. Sozlarni nihoyatda yaxshi chalgan deydi. G'itchakni yaxshi chalgan deydi. Shu bilan birga ana shu ustozlar, misol Ashvat Rustam Mehtar degan mashhur ustozlar bor. Yusufjon Changchi degan haqiqiy To'xtasin akaning ustozi bo'lgan changchi. Avvalo chang o'rgangan. Shunga o'xshab shu davrda buyuk musiqachilari, san'atkorlardan ilhom olib, ulardan mana shu sozlarni o'rgangan. Ham qo'shiq ham aytganlar, ashula ham aytganlar u kishi. Thank you.
1919-yilda Hamza Hakimzoda Niyoziy tashkil qilgan truppada Andijonda sozanda bo'lib ishlaydi. Shu 1-2 yil o'tgandan keyin Andijon musikal drama teatriga sozanda bo'lib kiradi, keyin badiiy rahbar bo'lib ishlaydi Andijon teatrida. Endi keyin mana 1925-yilda Marg'ilon shahrida birinchi o'zbek davlat etnografik ansambli tuziladi Marg'ilon shahrida. Bunga badiiy rahbar, ya'ni Muhiddin Qori Yoqubov badiiy rahbarlik qiladi. Maqsad shu vodiydagi ijodkorlarni yig'ib, shu yerda bir davlat ansamblini tashkil qilish. Shunda keyin Andijondan To'xtasin aka, Rustam Mehdar, Yusufjon aka Chaynchi, Namangandan ustozlar, Andijondan Berkinboy Fayziyev, yana shular Marg'ilondan, Qo'qondan yig'ilib katta bir ansambl tashkil bo'ladiki, bu ansambl juda mashhur bo'lib ketadi. Bular shu To'xtasin aka shunga musiqa rahbari bo'ladi. Ya'ni bular sobiq ittifoqning katta shaharlarda gastrol safarda bo'ladi. Bular bir 6-7 yil faoliyat ko'rsatadi bu ansambl. Eng oxirgi ya'ni konsertni Moskvadagi Bolshoy teatrida ko'rsatishadi. Bu juda katta, shu davrda hisobi bilan aytganda bu juda katta muvaffaqiyat bu o'zbek musiqa san'atining anaqasida, rivojida o'zbek san'atini shuni namoyish qilishdi. Shunga o'xshab keyinchalik To'xtasin aka ya'ni bir necha ansambllar tuzdi. Keyin Toshkent ijodiy faoliyatini Toshkentda davom ettirdi. O'rtada Farg'ona teatrida ham kelib ishlab ketgan. Musiqa rahbari bo'lib bir necha yil ishlagan Farg'ona teatrida ham. Endi keyinchalik Toshkentda faoliyatini davom ettirib, u kishini eng bir buyuk xizmatlaridan biri 1935-yilda ya'ni u kishi rahbarligida Usta Olim Komilov, Tamara xonim, ya'ni Abduqodir Ismoilov Naychi to'ralalari Fransiyaning Parij shahrida Jahon xalqlari festivalida qatnashgan. U yerda juda katta dovruq bilan kelishgan, oltin medal bilan kelishgan. Ayniqsa mana shu doirachi Usta Olim Komilov cholgan doira, bu haligi Tamara xonim tushgan raqs, shu yerda sahnada zalda o'tirgan qirolicha Lojalon qirolichani shundaqa bir hayratga solganki, o'z ixtiyori bilan sahnaga chiqib, masalan shu Usta Olim Komilovni qo'llarini siypalab go'yoki, qarang, shunaqa soz asbob bo'lar ekan. Buni panjasini olib qo'yinglar gipsga, meni muzeyimga. Hozirgacha muzeyda o'sha qirolichani muzeyida saqlanar ekan. Shunga o'xshab To'xtasin aka shunaqa tashkilotchi odam bo'lgan. Keyinchalik eng katta tashkilotchiligi 1939-yil Farg'ona kanali qurilishida. Butun san'atkorlarni yig'ib, badiiy rahbar bo'lib 45 kun ana shu kanalda madaniy xizmat ko'rsatishgan. Endi Mukarrama Turg'unboyeva, Tamara xonim, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov singari ulug' san'atkorlarni yig'ib katta bir ansambl qilib shu yerda keyin xizmat qilishgan, madaniy xizmat qilishgan va ana shunda To'xtasin Jalilovning taklifi bilan 20 ga yaqin hofizlarga O'zbekiston xalq hofizi unvoni berilgan. Xalq artisti unvoni berilgan. Ordenlar, medallar berilgan. Bu juda katta muvaffaqiyat, o'zbek san'atining muvaffaqiyati. Xuddi shunga hammasiga To'xtasin Jalilov nima deydi? Sabab bo'lgan. To'xtasin Jalilov shu narsalarni tashkil qilgan, tashkilotchi bo'lgan. Shu davrda rahbarlari Usmon Yusupov bilan, Yo'ldosh Oxamoboyevlar bilan juda bir yaqin aloqada bo'lgan u kishi. Qadrdon do'st bo'lgan. Shuning uchun u kishining gaplarini ular qaytarmagan. Endi bitta gap ana bu yerda bora professionalizmga yaqinlashib kelyapti. Ya'ni ana shu Toshkent shahrida o'zbek musikal drama teatrini tashkil etish masalasi qo'yiladi rahbarlar tomonidan. Shunda ustoz ana shu hozirgi Muqimiy teatriga tamal toshi qo'yganlar. Muqimiy teatri 1940-yilda Muqimiy teatrining ochilish marosimi bo'lgan. Shunda badiiy rahbar to umrlarining oxirigacha ana shu teatrda, ya'ni shu
ijod qilganlarda. Oltmishinchi yillarda mana shu o'rtog'im Naimaxon bilan birga teatrga ishga kirib kelgan vaqtimizda Farg'ona hikoyasi degan spektakl qo'yilardi-da. Farg'ona hikoyasida kichkinagina bir rol bor edi. Men birinchi o'sha rolda Bahoroy degan. O'sha yerda o'ynaganman. O'shanda ustoz To'xtasin Jalilov har kun teatrga kelavermas edi. Men ko'ra olmas edimda, uchrata olmas edim. Shu spektaklga biron kun kelganlarida ko'rdim, qizlari E'tibor Jalilova bosh qahramonlarni o'ynaydigan teatr endi bir nima deydi, eng bir hurmatli, e'zozli nima deydi, geroinya, teatr tilida aytganda geroy, geroinya deb aytiladi bosh qahramonlarni. Shunda mana shu qizimiz ham yangi kelgan, mana bugun Bahorayni o'ynadi deganda shunda qarab turib tuzuk deb qo'ydilar. Meni ko'rganim shu, tushday ko'zim oldida qolganlar. Keyin endi mayli ko'p spektakllarda o'ynagan bo'lsak, bizni teatrimizni ayniqsa musiqali teatrning yo'nalishini rivojlantirishda birinchi asoschilardan shu To'xtasin Jalilov, bastakor, kompozitor To'xtasin Jalilov bo'lganlar. Bularni yozgan o'sha Xolisxon, Paranji sirlari, Nurxon, Ravshan Zulxumorlari-yu o'sha 40-yillardan biz 60-yil kelgan bo'lsak, qo'yilgan teatrning 20 yillik ijodiy faoliyatida bironta spektakl To'xtasin Jalilovning qo'lisiz bo'lmagan. Hammasini musiqalari, ariya duetlarni To'xtasin aka yozganlar. Ustoz To'xtasin aka. To'xtasin Jalilov musiqali teatrning umumiy yo'nalishi qanaqa, uslubi qanaqa, juda zukko bilgan bilimdon mutaxassisi bo'lgan musiqali teatrning. Keyin o'sha o'ynaladigan spektakllarda bosh rollarni o'ynaydiganlarga ovozini hisobga olib alohida ashulalar, ariyalar yozilgan. Ariyalarni aytganda haligi ichki holat, ichki tug'yon bilan, ichki kechinmalarni o'sha hissiyot bilan chiqarib bera olmasangiz, u ashulani aytish keragi yo'q. Ikki og'iz gapirib chiqib ketaverish kerak. Lekin To'xtasin Jalilov ana shu holatlarni hisobga olib o'sha ariyalarni joy-joyiga qo'yib yozgan va ularni yozgan bironta ashulasi bee'tibor qolgan emas.
Shunaqa paytlar bo'lgan, mana o'sha Tohir Zuhralar, Farhod Shirinlar, o'sha Xolisxonlar, Nurxonlarni ashulasini spektakl tugagandan keyin tomoshabin chiqib ketsa, o'sha bosh qahramonni ashulasini aytib ketishgan. Masalan, mana hozirgacha ko'chaga chiqsa Ravshan Zulxumorning nimasi bor? Ravshan ariyasi bor haligi. Daraging topayin izlab elingdan, yor o'rgilay qalpoq tikkan qo'lingdan. Mana shu ariyani tomoshabin aytib chiqib ketadigan bo'lgan. Keyin Nurxonda nima bor? Haydar Alini nimasi bor? Naxushdir kim bugun bog'imga anaqa keladi, Nurxon keladi deb aytadigan ashulasi bor. Bir-biridan zo'r ashulalar, bir-biridan zo'r. Keyin nima bor? Xolisxonda bor shunaqa. U paytda ayollar paranjida yurishgan. Tarixiy asarlarda paranjida yurishgan, sevgan yigiti bilan ko'risha olmagan, uchrasha olmagan ayollar mozorvoshiga sayr tashkil qilib bo'lib, shunaqada endi Nurxon o'zini ota-onalari, nimada ham, Xolisxonda ham shunaqa buvilari, amma xolalari bilan, ayalari bilan, dugonalari bilan mozorvoshiga kelishadi-da. Mana shunaqada yigit bilan uchrashish kerak. U kuzatib yuradi. Bir ship qo'yadi-da, o'sha yerda ko'rishamiz deb. Har tarafga qaraydi, qarasa yo'q, yigit yo'q. Shunda bo'libman nogahon bir bevafoga mubtalo aylay. Asir etmiş olib aqlim yora, hushim ulfur jafon aylay. Yutuban zahrug'am hajrida yig'lab kechayu kunduz. Jigar bag'rimni ezdi, ayladi oxir adon aylay. To'kib yosh o'rniga qon, ko'zlarimdan ketdi darmonim. Qizil guldek yuzimdir, hasratida kahrabon aylay. Kelib so'rmas firoqingda mening tortgan azobimni, yetolmay yor vasliga. Ko'ksimdir yaron aylay. Ko'rdingizmi? Mana monolog, ichki monolog. O'zi va'da berib kelmaganga o'xshaydi bevafo deb musiqa boshlanadi, mana shu ariyasi boshlanadi. Bu Xolisxonni o'sha ichki holati o'sha paytdagi. Ko'rdingizmi? Buni shoir yozdi she'rini. Shoir yozdi she'rini. Buni kuyni To'xtasin Jalilov qanaqa qilib chiqazib beryapti? Qanaqa qilib chiqazib beryapti? Haqiqiy o'zbekona qo'shiq. Haqiqiy o'sha paranjini ichida, to'rt devor ichida o'tirgan ayollarni ichki dardi, ichki nolasi. Mana shunaqangi narsalarni yozishda, mana shunaqangi asarlarni, ashulalarni, ariyalarni, duetlarni yaratganda To'xtasin Jalilovdan zo'ri bo'lmagan. Bo'lmagan. Muqimiy teatr nima uchun tomoshabin sevdi, ovoza bo'ldi, elli og'ziga tushdi. Nima uchun Mahmudjon G'ofurovlar, Farog'at Rahmatovalar, E'tiborxonim Jalilovalar, Shahodat Rahimovalar nima uchun xalqni mehrini qozondi?
mana shu ashulalar bilan. Mana shu paranji sirlarni tepada margarita forma bilan tayyorlab, keyin pishganimizdan keyin E'tibor opamlarni ukalari dehqonniki Farg'onada bosh dirijor bo'lib ishlardilar-da. Keyin bir kelib qolganlar-da, o'shalarga xonaga kirib, ettirib ularga topshirganman. Endi shunchalik nima bo'lardi, bizda qo'rquv bo'lardi. Undan oldin keyin Ravshan Zulhumorni tayyorlab, o'ynab birinchi sahnaga chiqqanman. Ravshan Zulhumor bilan undan oldin o'ynaganman rollarni. Bir mahal spektakl tamom bo'ldi. Bir odam govdalikkina katta bitta gulla olib chiqib, oyog'im tagiga qo'ydilar. Hayron qoldim, kim ekanlar bularni ko'rmagan edim-da. Bir mahal shunda xalqqa qarab turib, qizimga deb qizlariga gapiryaptilar. E'tibor opam qizlari edilar-da. Mana o'rningga qizimga kelibdi. Bemalol rolingni topshirsa ham bo'ladi deganlar. Voy, bular kim desam, mana dadam deganlar-da. Shunda ulug' san'atkorlar chiqib, shu yoshmiz endigina chiqqan paytlarimiz sahnaga olib chiqib gul qo'yganlarda o'zimni yo'qotib qo'yganman-da. Shunaqa balonchi xalq nimasi kompozitori, bastakori bo'lgan odam kechagina chiqqan tirranchani oyog'ini tagiga gul qo'yib turib, o'zimdan ketib qolay deganman-da. Shunaqa endi shunaqa chiroyli davrlarni ko'rganmiz, bunaqa ustozlardan. Yazmaq üçün xumarım, menga yaqinroq bo'lsang. Yazmaq üçün xumarım, menga yaqinroq bo'lsang. Bahor chog'i to'y bo'lsa, yorim obro'y bo'lsang. Saz chalinsa, ko'y bo'lsa, ko'nglim doim chog' bo'lsang. Saz chalinsa, ko'y bo'lsa, ko'nglim doim chog' bo'lsang. 39'da muzikalni drama yaratadi. Shu buni aytishasan, lekin tarixda unaqa 39 to'xtasin akadan o'tib ketib yozilgan nima yo'q. Qarang, yozilgan asarlarni ham bir aytib o'tadigan bo'lsak, hammasi hozirgacha sahna yuzida ketyapti. Endi to'xtasin aka shu darajada dunyoviy keng bastakor bo'lganlarki, misol uchun ko'plab bastakorlarni oladigan bo'lsak, roman janrini umuman tegmaganlar. To'xtasin aka birinchi bo'lib Pushkinning she'riga romans yozadilar. Bunga qarang, bu nihoyatda qoyil. Bu shu darajada nimasi doirasi kengayib ketadiki, To'xtasin akaning o'zi qo'shiqdan ashuladan romansgacha kelib, keyin muzikalni dramalarni qo'yishi bilan birgalikda To'xtasin aka keyin operaga o'tadilar. Tahru Zuhra operasini hammamiz yaxshi bilamiz. Albatta yoniga Brovtsin degan hali yordamchi olganlar, lekin butun muzikalari hammasi aytuv bo'ladimi, raqslari bo'ladimi, duetlari bo'ladimi, hammasi To'xtasin akani qalamiga mansub bo'lib, u ikkinchi odam faqat yordamchi hisoblangan. Shuning uchun men o'ylaymanki, To'xtasin Jalilov deganda biz u kishini yaqinda tadbirlarni o'tkazdik, katta konsertlarni nihoyatda chiroyli o'tdi. O'sha yerda To'xtasin Jalilovni asosiy kuy va qo'shiqlari bilan konsert bo'lib, oxirida nihoyatda katta qarsaklar bilan nima qilib,
o'sha yerda keyin men ularga ko'plab hali bu yerda muzikashunoslar bo'lib ko'plari bilmas ekanki haligi u kishini hem romanslar hem operalar yozganini hammasi lol qoldi. Haqiqatdan bu kishi shu darajada universal bo'lgan. Qarang, ham sozanda, ham davlat arbobi, ham katta tashkilotchi, shu bilan katta bastakor. Bastakor bo'lsa ham bastakorlikdan kompozitorlik nimasini ham birlashtirib olib ketgan buyuk siymo hisoblanadi. Shuning uchun ham yillar o'taveradi, To'xtasin akani bütün qilgan ishlari men deb yuzaga chiqib, xalqimizni büyük cho'qqilarga o'zini san'ati bilan olib chiqadigan büyük asarlar yozgan büyük kompozitor bo'ladilar To'xtasin Jalilov. Ustozlar ko'p juda. O'tgan ustozlar ham ko'p. Ana shu ustozlarning ichida ustozlarga rahnamo qilgan bitta, ikkita ustozi kul deb atalgan bir insonlar bo'lgan. Ana shulardan biri Jo'raxon Sultonov bo'lsa, biri albatta hammamizga ustoz. Juda ham ko'pchilik san'atkorlarga ustoz, rahnamo bo'lgan inson To'xtasin Jalilov bo'ladi. Xo'p, savol tug'iladi, nimalari bilan u kishi ustoz bo'lganlar? To'xtasin Jalilovda tabiatan rahbarlik, tabiatan rahnamolik, tabiatan musiqa sohasini boshqarish qobiliyati bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi shundan iboratki, nimani o'zlariga kasb qilib shuni faoliyat yuritaman degan joylarda albatta shu sohani ilg'ori bo'lib ko'ringanlar. Bular hayotlarini cholg'u sozandalikdan boshlaganlar. O'zi Andijon maktabi, Andijonning o'zida 5 ta maxsus ijro uslubiga ega bo'lgan shaxslar bo'lgan. Ana shulardan bittasi To'xtasin Jalilov. Ularni davom ettirgan, maktab darajasiga yetkazganini aytishimizning asosiy sababi hozir ham To'xtasin Jalilovni g'ijjak ijrochilik maktablarida hozirda xalqimiz orasida yetuk g'ijjakchi sozandalar mavjud va ular o'zlarini ijrolari bilan bizni xalqimizni hozirgacha manzur etib, qoyil qoldirib va bahramand etib kelayotganlarni ko'rishimiz mumkin. To'xtasin Jalilov o'sha 20-asr boshlaridan, o'sha 23-yilda birinchi marotaba o'sha o'zbek san'atini ko'rsatish kerak bo'lgan joyda musiqa rahbari bo'lib bir ansamblga boshchilik qilganlar. Ana shu zabardastliklarini birinchi qadami ana shu yerdan boshlangan deb o'ylayman, chunki umrlarining oxirigacha ansamblni boshqarish degani bir to'da san'atkorlarni yo'lga solish va ularni birgalashtirib bir ijrolarni olib xalqqa taqdim etish. Xalqqa taqdim etishdan oldin merosni o'rganish. Avvalo merosni o'rganish degani o'zlari o'rganib bilgan bo'lishlari kerak. Mana shu yoshlik davrlaridan mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan To'xtasin aka xalq musiqa merosini mukammal o'rganishga muyassar bo'lganlar. Chunki 24-yil shu respublika deb e'lon qilingandan keyin yangi davr boshlanadi, ma'naviyat boshqa, yangi kirib kelayotgan dunyoviy ana shu jarayonlarda ham To'xtasin Jalilov o'zini bilimdonligi bilan yana sahnaga chiqadilar. Sahnaga chiqayotganlari bu o'sha sozandalikda emas, balki bastakorlik nuqtai nazardan o'zbek musiqasini zamonaviy nuqtai nazardan rivojlanish jarayonlari, bastakorlik ijodiyoti yoki kompozitorlik ijodiyotini muqim o'zbek shakli shakllanayotgan, yangi davri shakllanayotgan davrda To'xtasin aka ana shu rus kompozitorlari bilan birgalikda musiqa ijodiyotiga bir ilg'or shaxslar sifatida kirib keladi. O'sha 30-yillarda yaratilgan Gulsara musiqali dramasi deysizmi yoki Farhod Tohir va Zuhra deysizmi, Farhod va Shirin deysizmi, ana shu musiqali dramalarga musiqa tanlashda Yunus Rajabiy bilan birgalikda, Tolibjon Sodiqov bilan birgalikda To'xtasin aka nihoyatda bir o'zlarini bilimdonliklari bilan ana shu musiqali dramalarni hammasini musiqiy nuqtai nazardan boyitib bergan shu insonlar bo'ladi. Nima evaziga degan bir savol tug'iladi.
Farg'ona Toshkent maqom yo'llari, Farg'ona Toshkent maqom yo'llarida mavjud bo'lgan cholg'u yo'llari, ashula yo'llari, katta ashula yo'llari, buni hammasi ana shu o'zbek milliy teatr musiqasini shakllanishida musiqa nuqtai nazaridan asos bo'lib kelgan birinchi xalq musiqasi, o'sha azaliy an'analarda mavjud bo'lgan namunalar haqiqiy bizni haligi teatrda o'ynaladigan eng ko'zga ko'ringan qahramonlarimizni asosiy ariyalari sifatida xizmat qilgan. O'sha paytda etiklik o'sha bayotlar deysizmi, Duvgoh Husayniyni qismlari deb aytasizmi, yoki chorgohlar deysizmi, yoki o'sha Mirza Davlat deysizmi? Mana shu asarlarning ko'pchiligi musiqali dramalarda bizni xalq qahramonlarimizni asosiy obrazlarini ko'rsata oladigan, ularga bir xarakteristika bera oladigan musiqiy namuna sifatida xizmat qilgan. To'xtasin Jalilov bizni o'zbek xalqimizni ma'naviy dunyosini boyitishda, rivojlanishida deyarli zarhal harflaridan bitilgan shaxslardan bittalari sifatida hozir bizni avlodimiz tomonidan ta'lim jarayonida juda ham qadrlanadi va bizni yoshlarimizga ibrat sifatida ko'rsatish uchun asos sifatidagi bir ijodkor siymosida taqdim etiladi. Albatta bu narsani hammasi bizni xalqimizni merosidan o'rin olgan eng azaliy an'analarida o'zida mujassam etgan haqiqiy qahramonlardan biri hisoblanadi. Muhabbet kutda küydü, ağarcan kimge dadı. Yamanlar zulmde bağrım, tola kan kimge dadı. Tebessüm etmedim ince, ümidim yaşlıgım baktı. Bu alem vurdu gözümge, Müslüsünden kimge dadı. Başımda eğlenirəm də, dilimdə qayğılar madəm. Yeter bəs bu cəbərlərmin, məni hər insan kimgə dadı. Yeter bəs bu cəfalar, məni həm insan kimgə dad eylə. Dad, məni həm insan kimgə dad eylə. To'xtasin Jalilov o'zi hayoti davomida o'ziga asarlari, ashulalari, kuylari bilan haykal yasab ketdilar. Lekin biz o'sha paytda bilmaganmiz. Shundoq bir ulug' odamni nevarasi bo'lganimizni biz tushunmaganmiz. Keyinchalik xalq ichida juda ham omma bo'lib ketgan bu ashulalar, kuylar, bu spektakllar, bu ariyalar. Shukr bo'lsinki, mana hozirgacha yosh san'atkorlar orasida ariyalari juda ham ommabop bo'lib ketyapti. Undan tashqari har bitta o'zbekni to'yiga borsangiz, albatta to'ylar muborak bilan boshlanadi. Bunga g'ururlanib yursak bo'ladi. To'xtasin Jalilovni hamma farzandlari
shu san'at sohasida ketishdi. Afsuski kichkina amakimiz Telman Jalilov muhandis bo'lganlar. Endi hammamiz taniymiz, bizni yoshdagi, bizdan yosh ulug' odamlar eslashadi. Xolxo'ja To'xtasinovni. O'zbekiston Grand Plastinkani raisi, bastakor, ajoyib ashulalar, kuylarni qoldirgan inson. Ikkinchi amakimiz Dehqonboy Jalilov, Farg'ona muzikali drama teatrini bosh rejissyori, katta asarlarni davomchisi, san'atkor, juda mehribon, juda ko'p o'zlaridan shogird qoldirgan inson. Opa dadamiz 1966-yilda vafot etganlar. Qattiq yer qimirlagan kuni edi. Shunda Yusuf va Zulayho spektaklni tom tugatishga sharoit bo'lmagan edi. Shu spektaklni davomchisi oxirigacha yetkazgan bu Dehqonboy Jalilov bo'ladi. Yangi yil arafasida 1966-yilda dekabrning oxirgi kunlarida xalqqa Farg'onada taqdim etdilar. Farg'onada shuni premyerasi bo'ldi. Katta qizlari ammamiz rahmatli E'tiborxon Jalilova bu O'zbekistonning bulbuli bo'lgan. Bunaqa ovoz hali shu paytgacha mana bilmadim, bunaqa tembrda ashula aytadigan, bunaqa ovoz, bunaqa shirali xirgoyi qiladigan ayol san'atkor hali biz ko'rmaganmiz. Buni hamma tan oladi. Ularning turmush o'rtoqlari Mahmudjon G'ofurov. Kim Mahmudjon G'ofurov to'g'risida gapirishsa, eslashsa, Tohir Zuhradagi Tohir ariyasini ey quyoshchi etishadi. Biz juda ham xursandmiz shunday odamlarni nevaralari bo'lganimiz uchun. Endi dadamizga kelsak, Salohiddin To'xtasinov rahmatli o'zlariga yarasha uslublari, o'zlarini stil deymiz, muzika sohasida stillari boshqa edi. Mashhur Bahor ansamblida juda ko'p yillar muzika rahbari bo'lganlar. Keyin radio komitetda maqomchilar ansamblida muzikant bo'lib ishlaganlar, ko'p asarlar yozganlar. Mashhur, o'sha paytda mashhur qo'shiqchilari ularni yaratgan ashulalarini aytishgan. Xolidaxon Jalilova, o'sha ham rahmatli bo'lib ketdilar. O'sha ham muzika oliygohida dars berardilar. Endi nevaralarga kelsak, Dehqonboy Jalilov amakimizning ikkita farzandlari Azizbek va Zulfiyaxon shu yo'ldan ketishdi. Ya'ni ular muzika sohasida yosh talabalarga dars berib kelishadi. To'xtasin Jalilov deganda meni ko'zim oldiga bir katta dengiz keladi. Nimagaki bu insonda hayoti, ijodi shunchalik keng va ko'lami kattaki, bir dengizga o'xshataman. U dengizdan chiqqan irmoqlarda men To'xtasin Jalilovdan tug'ilgan farzandlariga taqqoslayman. Endi ijodi haqida gapiradigan bo'lsak, 40 dan ortiq musiqali dramalarni yaratgan. 200 dan ortiq kuy qo'shiqlarni muallifi. Bu asarlar shunaqa bir namuna darajasida yozilganki, bugungi kunda o'zbek milliy musiqa durdonalari qatorida o'rin olgan va biz uchun bu narsa juda faxrlidir. Avvalambor To'xtasin Jalilovning ijodini gapirganimizda albatta men o'sha poshsho asarlaridan bo'lgan Tohir va Zuhra haqida jicha to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu asar birinchi marta Farg'onada Maksim Gorkiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida 1939-yilda sahna yuzini ko'rgan. Bu yerga birinchi bo'lib, demak, opoqim o'zlari To'xtasin Jalilov kelib, o'sha paytda demak davlat rahbari lavozimida ishlab kelgan Inomjon Usmonxo'jayevni otalari Buzrukxo'ja Usmonxo'jayevning uylarida bir oy turib,
teatrni yonida joylashgan o'sha xonadonda turib Tohir va Zuhrani sahnaga qo'yganlar. Ham shuni aytib o'tish lozimki, ushbu musiqali dramaga birinchi bo'lib Mamadali Haydarov degan rejissyor shu asarni sahnaga qo'ygan. Endi bu asardagi Otmagay tong, To'ylar muborak, Ey quyosh, Qalamlar degan va qator ariya, duet, xor asarlari shunaqa bir namuna darajasida milliy ruh bilan sug'orilganki, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlarni agar kimga murojaat qilmasangiz, bu kuylarni Otmagay tongda kuylamagan inson yo'q. Otmagay tong dog'aro az ming xiromon bo'lmasa. Otmagay tong dog'aro az ming xiromon bo'lmasa. Shamdek kulgay hamisha jism jonim minnetar. Birgina farmon ham qoshimda mehmon bo'lmasa. Sancha bir so'zdan o'tganlar ko'ksini burchalar. Ne qilay bu jon kim yo'lingda qurbon bo'lmasa. Ne qilay bu jon kim yo'lingda qurbon bo'lmasa. 90 Jalilov uyda o'ta mehribon bobo bo'lganlar. O'ta. Shu vodiyni ruhi bormi deyman, sizlab gapirardilar. Hech qaysimizga sansiramaganlar. Shundoq kichkinadan boshlab hammamizga sizlab gapirardilar. Keyin opadan eslaganimda har doim shu hovlilarida bitta katta gilos bo'lardi. Har bitta nevarani o'zini shoxi bo'lardi. Gilos pishgan paytda hamma o'zini kelib o'zini shoxini uzib narvon qo'yib yerdik. Hech kim bir-birini nimasiga, shoxiga qaramasdik. Shu bizga qanaqadir bir udum bo'lib qolgan. Hozir ham bor o'sha gilos. Endi erta kichkina amakimizni farzandlari yashashadi. Aytmoqchimanki, hamma nevaralarni birday ko'rardilar. Mana o'zlari shu teatrda, mana shu sahnada maylis bo'lgan paytda men dunyoga kelgan ekanman. Shunda Muqimiy pyesasini
shu rollarga ajratib shuni gaplashib turishgan paytda shu xabar kelgan ekan, To'xtasin aka qizli nevara bo'ldingiz deb aytishgan. Endi o'zingiz qo'yasiz otini desa, shunda Obidaxon deb qo'yishgan ekan. Obidaxon bu Muqimiyni sevgan shoira qizi bo'lgan ekan. Shu katta bo'lganimda ham har doim siz olima bo'lasiz, ammo ashula ham ayting derdilar. Endi olima-ku, salkam olima bo'ldim tilshunoslik bo'yicha, ingliz tili bo'yicha, lekin qo'shiq, ashula, kuy hammasi dilimda qolgan. Buyuk bastakor To'xtasin Jalilovning 5-farzandi Dehqonboy Jalilovni nabirasi bo'laman. Katta nabirasi bo'laman. Yoshligimdan kuy qo'shiqlar ichida, san'at ichida katta bo'ldim. Shu oilani sulolasidan bo'lganligimdan juda ham faxrlanaman. Yoshligimdan o'zim katta nevara bo'lganligim uchun meni o'zlari bilan teatrlarga olib borardilar. Esimda borlari shu oldidagi qatorga o'tkazib, shu ijodlarini ko'rib, tomosha qilib o'tirardim. Dadajonim bilan ammam kitob yozishganlarda doim yonlarida bo'lib, o'z qo'llari bilan yozishganlarda ham ko'rib, yoshligimda shu esda qolgan narsalar shu bo'lgan. Pianinoda hamisha chiroyli musiqalar yaratganda yonlarida birinchi bo'lib men o'tirardim. Birinchi katta nabira bo'lganligim uchun menimcha men hamisha shu esimda qolganlari shu. Benazir iste'dod sohibi, mashhur sozanda, hofiz, bastakor, O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun orden sohibi. 20-asrda o'zbek bastakorlik ijodiyoti ijod boshchilari, karvon boshchilaridan hisoblangan. O'zbekiston kompozitorlik ijodiyotida muhim ahamiyat kasb etgan. O'zini musiqali dramalari bilan, kuy, qo'shiq, ashulalar bilan musiqa san'atimiz rivojiga, taraqqiyotiga, O'zbekiston musiqa madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan To'xtasin Jalilov siymosi hozirgi kunda o'rganish, targ'ib qilish, musiqashunoslikda, umuman olganda musiqa sohasi bilan shug'ullanadigan har bir ijodkor yoki izlanuvchi yoshlar uchun o'rnak vazifasini o'tab keladi. Bugungi kunda To'xtasin Jalilov tavalludining 125-yilligi respublikamizda keng nishonlanib kelinmoqda. Xususan aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va O'zbekiston kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi, O'zbek milliy maqom san'ati markazi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti bilan hamkorlikda 28-may kuni To'xtasin Jalilov tavalludining 125-yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Bu tadbirda shuni aytib o'tishim kerakki, bastakor yaratgan asarlar, musiqali dramalaridan, xususan bastakorlik asarlari o'rin egalladi va yosh ijrochilarimiz tomonidan, ustoz san'atkorlarimiz tomonidan ijro etildi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, To'xtasin Jalilov 20-asrda bastakorlik ijodiyotini 1500 yillik tarixga ega bo'lgan ijodiyotni qayta tiklashga uringan bastakorlardan hisoblanadi. U faqat bastakorlikda emas, balki ijrochilikda, sozandalikda Andijon G'ijak ijrochilik maktabi asoschilaridan hisoblanadi. Yana o'zbek musiqa madaniyatini, o'zbek ijrochilik san'atini, qolaversa bastakorlik ijodiyotini jahon miqyosida tarannum etilishida, ayniqsa aytib o'tishimiz kerakki, 1935-yilda Londonda o'tkazilgan xalqaro raqs ko'rik-tanlovida ham munosib ulush qo'shdilar. Bu konkursda usta olim Komilov, Abduqodir Ismoilov, bastakor To'xtasin Jalilov, Muhidon Qori Yoqubov va O'zbekiston xalq artistlari, yuqorida sanab o'tganlarim hammasi davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan insonlar va Tamara xonim qatnashdilar va yuqori natijalarni qo'lga kiritib qaytdilar.
To'xtasin Jalilov O'zbekiston kompozitorlik ijodiyotiga umuman musiqali drama janriga asos solgan ijodkorlar, bastakorlardan va kompozitorlardan hisoblanadi. Musiqali dramaga birinchi dastlab rechitativ olib kirgan bastakor hisoblanadi. To'xtasin Jalilovning har bir ashulalari yoki musiqiy sahnaviy asarlarida milliylik ufurib turadi. Ya'ni o'zbekona xalqchil musiqiy ohanglar ufurib turadi. Chinakam ma'noda musiqiy zargar deb e'tirof etishimiz mumkin. To'xtasin Jalilov faoliyati, uni ijodi musiqashunoslikda bir katta bir ummon desam adashmagan bo'laman. Avvalambor Ruxsor teleradio kompaniyasini har bir xodimiga, mana xususan bizni taklif qilib, chiroyli eshittirishni boshlaganlariga, savobli ishni boshlaganlariga Ruxsor telekanaliga juda katta rahmat aytmoqchiman oilamiz nomidan. Men o'ylaymanki, bunaqangi savob ishlar mana o'sib kelayotgan kelajak avlod uchun bir katta dasturamal bo'ladi. Chunki shunday buyuk insonlarni targ'ib, tashviqot qilish yoshlarimizga to'g'ri yurishga, san'atga muhabbat uyg'otishda, ana shunday buyuk insonlar siymolarga o'xshab o'shalarning izidan borishga tarbiyalaydi degan umiddaman. Musiqa san'ati deganda 20-asrni To'xtasin Jalilov hammani ko'z oldiga keladi. Undan qolgan shogirdlar, mana G'anijon Toshmatov buyuk san'atkor, shogird. Mamataziz Niyozov buyuk san'atkor, Komiljon Jabborov buyuk san'atkor. G'ulomjon Hojiqulov, mana bular hammasi To'xtasin akaning maktabidan chiqqan. Shuning uchun To'xtasin aka o'zidan juda katta bir bog' qoldirdi. Albatta ularning ijodi hozirgi yoshlar uchun, yoshlar tarbiyasida, yosh ijodkorlar, yosh san'atkorlar tarbiyasida juda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman-da, albatta. Bundan albatta bugungi yoshlarimiz, yosh san'atkorlarimiz bundan albatta ko'p foydalanish kerak. Men ustozga bag'ishlab ko'p kitoblarimda ko'p yozganman, mana bittasida rasmlarni ham qo'yganman, mana birinchi bo'lib. To'xtasin Jalilov, Navobosh ohanglar, so'nmas navolarimda, boshqa o'zbek musiqa madaniyati kitoblarimda rasmlari bor, ijodlari bilan shug'ullanganman. Mana hozir u kishiga monografiya yozilyapti. O'zi tirikligidayoq bitta kitob yozgan u kishi to'g'risida. Mana hozir bir Behzod Bey degan, ya'ni musiqashunos, yosh musiqashunos shogirdimiz To'xtasin G'ofurbekovning shogirdlari monografiya yozyaptilar ekan. Ilmiy ish qilyaptilar ekan. To'xtasin Jalilov. Bu juda katta gap. O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi nomidan bastakor tavalludining 125 yilligi arafasida to'yga to'yona deb atasak bo'ladi. Shu bastakorda eng shoh asarlardan hisoblangan Tohir va Zuhra musiqali dramasini klavir keyinchalik partiturasini nashrga tayyorlash arafasidaman. Uni hayoti va ijodi borasida monografiya ustida ish olib boryapman. Bu borada san'atshunoslik fanlari doktori, O'zbekiston davlat konservatoriyasi professori, atoqli musiqashunos olim To'xtasin Botirovich G'ofurbekov bilan birgalikda, ustozimiz bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Ko'rsatuvimizning nomi mana Buyuk taqdirlar. Va biz mana shu ko'rsatuv orqali shu imkon darajasida shu yosh o'sib kelayotgan san'atkorlarga ustozlarimizning hayoti va ijodini tanishtirib, ko'rsatib kelyapmiz. Mana shunaqa ustozlar yetishtirish uchun hozirgi bizni san'at olamimizda nima deb o'ylaysiz? Shu bardavomchilar chiqyaptimi? Endi u davr bilan hozirgi davrni qandaydir solishtirib bo'lmaydi.
u davrdagi ustoz shogirdlik an'anasi butunlay boshqa bo'lgan. Shogird ustozligida xizmat qilgan. Unda maktab bo'lmagan u vaqtida. Nima yumush bo'lsa qilgan. So'z o'rgangan, billa yurgan, asboblarni ko'tarib yurgan. Misol uchun shu nima ustoz buyurgan ishni qilgan. Faqat cholish aytish emas. Endi bugungi kunda bu xohlasak xohlamasak zamona zayli, zamon ya'ni rivoji, musiqa rivoji, texnika rivoji. Bu u davrda hamma narsa jonli, ochiq, muloqot bilan bo'lgan hamma ijrolar va boshqa narsalar. U ijodkorda qayri edi u narsalar. Bastakorda ham qayri edi, ijrochini ham qayri edi. Jonli ijro. Endi texnika rivoji bilan bugungi kunda endi misol uchun musiqa maktablarida ham o'qitilyapti, kollejlarda o'qitilyapti, institutlarda o'qitilyapti. Biz faqat dars berish bilan ustoz shogirdlikni shu bilan chegaralab qo'yapmiz-da. Bunga chuqurroq kirib bormayapmiz. Hayotiy bo'lish kerak ustoz shogirdlik. Men o'ylaymanki, mana biz 100 dan ortiq ustozlar, shogirdlarni yetishtiryapmiz. Ustoz bo'ladi, hammalari kelib ustoz deyishadi, boshqa. Misol uchun ustoz bilan shogird billa nafas olish kerak deyman-da. Endi hozir o'rtada ko'prik bo'ladigan katta ustozlar ham qolmadi hozir. Endi faqat nazariya orqali, ijro orqali ustoz shogirdlik kelyapti xolos. Endi uni rivojlantirish jarayonlari har bitta yosh san'atkorning o'zini qo'lida. Qanchalik intilsa, qanchalik ana shu ustozlarning ishini davom ettirishga harakat qilsa, bastakorlik ijodida bo'ladimi? Teatr ijodida bo'ladimi? Aktyorlikda bo'ladimi? Bu narsa ijodkorda qayri edi. Shu bilan rivojlanish mumkin. Endi albatta bugungi kunda katta imkoniyatlar bor. Muhtaram prezidentimiz katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Teatr san'atini rivojlantirish, musiqa san'atini rivojlantirish borasida. Faqat bu yerda ijod qilish kerak. Mehnat qilish kerak. Faqat mehnat qilingandagina ki ana shu cho'qqilarga, ana shu ustozlar erishgan poyalarga yaqinlashiladi. Buni men oxiriga yetadi deb deya olmayman. Chunki bugungi musiqa san'ati bilan u davrdagi musiqa san'atini juda orasida katta farq bor-da. Bugun jahon musiqasi kirib keldi, estrada kirib keldi, boshqa har xil mana shoular kirib keldi. Mana endi hozir muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan maqom san'atini rivojlantirish, xalq musiqa merosini o'rganishga mana yangi O'zbekiston, yangicha bir jonlanish bo'ldi. Endi agar bu vaqtlar kelib, misol uchun 5 yildami, 10 yildami, 20 yildami mana 3-renesansga, ya'ni poydevor qo'yilyapti deb, shular hammasi renesansning ichiga kiradi. Mana shu poydevorning ichiga kiradi. Ajab emas, o'rtada 50-60 yillar o'tgandan keyin shu yurtimizdan To'xtasin Jalilovga o'xshagan, Yunus Rajabiyga o'xshagan, Jo'raxon Sultonovga o'xshagan, Ma'murjon Uzoqovga o'xshagan ulug' san'atkorlar yetishib chiqsa ajab emas. Toshkent teatr va rassomchilik oliygohida o'qib yurgan paytimda ustozimiz To'xtasin Jalilovning farzandlari Salohiddin aka To'xtasinovning bir gaplari juda menga bir muhrlanib qolgan. Ustozning bir gaplari bor edi-da, ijodkor odamda 10% qobiliyat bo'ladi, 90% mehnat bilan. Mehnat bilan ro'yobga chiqadi. Mehnat, faqat mehnat. Qobiliyat 10%, mehnat 90% bo'lsa, o'shandagina ijodkor yutuqlarga erishadi degan gaplari shu hali qulog'imda o'ynashib qolgan. Bizda tushuncha borki, mehnat degani faqat ketmon chopish deb o'ylaymiz. Lekin mehnat, ijodiy mehnat butunlay boshqa narsa. U shunaqa bir igna bilan quduq qazilgandaqa mehnat qilinadi. Bitta misol yerda bunday bo'lib qo'yib ketmon chopsa, u maqsadiga yetadi. Dehqon. Lekin ijodkor yillab, 10 yillab kerak bo'lsa, 20 yillab oldiga qo'ygan maqsadini 20 yillab ana shundagina keyin shu muvaffaqiyatga erishadi, o'zining maqsadiga erishadi.
bu ijodiy mehnat shunaqa bir mehnat talab qiladi-da. Ijodiy jarayon. Shuning uchun faqat mehnat qilish kerak. Mehnat qilish orqali faqat shu o'zining maqsadiga erishiladi. Ustoz, avvalambor ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan sizga kattadan katta rahmat. Mana shu ustozimiz To'xtasin Jalilovni hayoti va ijodlari bo'yicha mana shu muxlislarimizga bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga kattadan katta tashakkur bildiramiz. Aziz teletomoshabin muxlislar, biz bu narsani ko'plab ta'kidlab o'tamiz. Buyuk taqdirlar ko'rsatuvi o'zbek milliy san'atida o'z o'rnini qoldirgan buyuk ustoz san'atkorlar haqida sizlarga tanishtirishni harakat qilamiz. Bundan bizning maqsadimiz mana shu o'sib kelayotgan ijod ahli ozmi ko'pmi mana shu bizni san'at sohamizdagi buyuk san'atkorlarni hayoti va ijodidagi bosib o'tgan yo'llarini sizlarga bir o'rnak qilib ko'rsatmoqchimiz. Mana ustozimiz ta'kidlab o'tgandek, san'atda bir katta cho'qqiga yetishish yoki bir katta cho'qqini zabt etish bu albatta oson emas, lekin mana shu ustozlarimizni hayotiga nazar solsalaring, mehnat va sidqidillik, sog'lig'lik bilan bo'lgan san'atga muhabbat albatta barcha ijodkorni mana shu buyuk cho'qqilarga yetkazadi degan umiddamiz. Azizlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.